Assalomu alaykum qadrli e-futbol ixlosmandlari. Xo'sh do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan e-futbol o'yinini o'ynab o'tamiz. Avvalambor Pegaso kanaliga xush kelibsizlar akalar. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, tarkibchani ko'rsatib ketaman. Anchadan beri o'ynayman, to'g'risi. Mana bu tarkibcha kichkintoy. Shuni o'ynab ketamiz akalar. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, bu yerda Sarevravani II ga qarshi o'ynaymiz. Mana men o'ynaymiz. Bir marta o'ynagandim. Ketdi akalar. Короче, bu yerda Bayer Leverkusen bilan tushdik. Xo'sh. Mana bu bizning tarkibcha yana. O'sha gap. Yaxshi. Esijo ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaman. Bayer Leverkusen yaqinda shartnoma tuzdi Konami bilan. E-futbolga prolar biladi buni. Prolar biladi. Biladi dedi. Ha. O'zingizlardan so'rasangiz, nima gaplar olamda? Nimalar ketyapti, nimalar ketmayapti? Tinchlikmi? Nima yangiliklar kommentlarda yozinglar akalar. Yangilik bo'lsa aytinglar. Mana o'yin boshlandi. Ko'rayotgan bo'lsalaring, Rodri mana. Kafu. Futbolga qiziqadiganlar komment yozinglar. Birga bir o'ynayveramiz. Birga bir. Bayram mana ekan. Haqiqatda kam. Go. Lloris. Kylian Mbappe. Büyük Yesucu penaltı tepe. Davut Aç. Zarba. Bizde Lloris var. Akalar bizde Lloris var. Florian Wirtz o zaman tepkiledi. Şuna. Mbappe'ye taşındı oldu. Ters Neymar'ga. Tamam, fint qilib bu yoqqa o'tamiz. Nok va pasga. To'xtadi, so'rab qaytar. Nega qildim ha? Nimaga unday qildim ha? To'xtatib tursam bo'lardi-ku ya. Ma'lum. Sizlar aytgan bo'lsalar kerak, nima yo'la qiling? Pegaso deb. Ana endi tepish kerak desam, bu ham sindirib qo'ydi. Nima qiladimi desam. Ovozim pasaytirsa. Voy, qaytarib qo'yganini qaranglar. Короче, Shevchenko degan epik kartasi. Shevchenkoning eskisi uncha emas, mana shu yangisi вообще dahshat. To'xta. Kimga tashadi bu? Plan bo'yicha o'zim shunga tashish kerak edi. Nega unga tashadi? Shunga tashadi. Shevchenko aylantir. Shol. Bappe o'ynamaysan kallada, nima sakraysan? Qo'y. Yomon ekan to'g'risi. Bu anavi botlar yomon ekan. Вообще kuchli ekan. Offside. Guti ochilyapti o'tda. Costa Curta. Vay bunu. Yo'q.
Yaxshi, bunga deb Puig bu yoqqa tepadi, Mbappe bunga tashlaydi va bunday qilib aylantirib zarba berib tashlaydi. Ha, Mbappedan chiroyli gol. Nima qanaqa nishonlar ekan? Qani. Nishonlash ko'ryapsizlar, dahshat. Xursand bola. Mbappe xursand. Futbolga qiziquvchilar yozinglar. Kommentga yozinglar. Вообще, короче, bu ana unda bu e-futbolda grafikalar yorib tashlagan. Meni telefonim ko'tara olmagani uchun men past grafika qo'yib qo'yganman. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, nega umiddaman ekan. Gol urmoqchi bo'larim. Yo'q, no yerdibman. Liris bor bizda. Ana. Qaytar. Zarba gol. Neymar nishonlashdi. Go'llarinno. Zo'r gol urdi lekin meni nazlimda davay Patsichka Ronaldo deyiladi o'shani fint. Boyagi Mbappe tepgani nojincha deyiladi. Birinchi taym tugadi, ko'ryapsizlar. Lekin Bayer kuchli ekan, to'g'risi. Kuchli komanda ekan Bayer. Xabi Alonsoning komandasi. Bu yerda ko'rsatganmi-ki Xabi Alonsoni? Bitta ko'raychi. Yo'q. Ko'rsatib ahmoq, dummalar. Shevchenko qochyapti. Pasti eplab tashlaganda shunga bitta gol bo'lardi hozir. Tars. Bu Niyonaq tepdiz, oddiy tepsiz bo'lardi-yo, deyapsizlar endi. To'g'ri ekanlar. Sizlar ham gapinglar jon. Davay. To'xtat. Yana akalar. Qanaqa o'yinlar o'ynashimizni xohlaysizlar? Shuni kommentga yozib ketinglar. Kommentga yozsanglar, like bossanglar, podpiska bo'lsanglar, eng omadli insonlardan biri bo'lasizlar. Guti tashadi bunga, bu Puigga, Puig Neymar bunga aylant. Tep faradi. Tepmas ekan. Xatodan foydalanishimiz kerak hozir. Xato qilishini kutishimiz kerak yoki. Xato qilmadi-yu, deyapsizlar. Xato qilmayapti. Ana, xato qildi. Kaptagul ko'p shop turdi. Bitta pas va o'zimizning ukrainalik bratimiz Andrey Shevchenko dan ajoyib zarba. Bitta oltin to'p sohibi. 7-raqamda o'ynagan Andrey Shevchenko fenomenal finish skilliga ega. Andrey Shevchenko deyapti. Ko'ryapsizlarmi? Andrey Shevchenko deyapti. Gol. Yana bitta golga harakatlar qilib bu taraf keldi. Gol o'tkazib olmash kerak, asosiysi. Ana ketdi. Aylantir. Shovolar ekan aylantirsalaring. Aylantirmaylar hech qachon mana shu joydan. Agar e-futbol o'ynaydiganlar biladi buni. Har xil stillarda o'ynaydigan odamlar bor. Ana. Neymar nima qilyapsan? Invalidmisan? Ana ketdi Neymar. Neymarda bu yoshligidagi kartasi, to'g'risi. Bunday bitta aylantirib olsak. Ko'ryapsizlar.
Menga teng keladigan yo'q. Endi bot bilan o'ynayapsiz debsa to'g'ri, bot bilan o'ynagan biladi. Biladi botlari. Ha. Mbappe'da juda pressing qilib ko'ramiz, pressing. Gol. Ana Puig. Rikki Puigmi? Shunaqa. Kafi. Olib qo'ydi. Yugur qaytarib. Bu yoqdan aylantirmaylar deb o'zim aytdim boya. Har aylantirdi-ku debsa. Ha, to'g'ri aytdim. Har aylantirib qo'ydim. To'xtat. Okkiye. Bier. 90 daqiqa. Wow. O'yin tugadi aka. Ko'rdinglar akalar. Video yoqqan bo'lsa o'z laykingizni qoldiring. Sizlar bilan Pegaso kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat va sizlarga ham katta rahmat akalar. Xayr, sog', salomat bo'ling.